xavfsizlik tizimiga tushgan xabar bo'yicha Mirzobek tumani Shahrisabz ko'chasi, Markaz 1 binosi qarshisida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Gentra rusumli avtoulov Shahrisabz ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotib, oldida harakatlanayotgan transport vositasini o'ng tomondan quvib o'taman deb, quvib o'tish natijasida yo'l chetida to'xtab turgan Damas rusumli transport vositasiga uriladi. Boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi daraxtga urilib to'xtaydi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida tibbiy yordamga muhtojlar yo'q. 103 tizimiga ham ushbu yo'l transport hodisasi bo'yicha murojaat qilganlar yo'q. Haydovchi ham tan jarohati olmagan. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'l transport hodisasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi.